Tramp Hindiston va AQSh yaqin orada savdoga kirishiga ishonadi. Menga sizning bosh vaziringiz juda yoqadi. Biz kelishuvga erishamiz, chunki sizning bosh vaziringiz menga juda yoqadi, dedi janob Tramp payshanba kuni Oq uyda jurnalistlarga. U mening yaxshi do'stim. Biz yaxshi munosabatdamiz va biz kelishuvga erishamiz. Uning izohlari bosh muzokarachi Brendan Linch boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi shu hafta Dehlida muvaqqat savdo bitimini yakunlash uchun bir necha kunlik muzokaralar o'tkazganidan keyin keldi. Hindiston savdo vazirligi muzokaralar hamkorlik va pragmatizm ruhi bilan kechganini va tomonlar o'zaro manfaatli savdo bitimiga erishish tarafdori ekanini aytdi. Amerika delegatsiyasi hali Dehlida ekan. Washington 50 dan ortiq mamlakatlar, jumladan Hindiston, Avstraliya, Lotin Amerikasi va Karib havzasidagi noroziliklar, saylovlar, Jahon Kubogi yordami va boshqa eng yaxshi fotosuratlar. Mexikoda o'qituvchilar maoshini oshirishni talab qilishdi. Chilida esa talabalar ta'lim byudjetini qisqartirishga qarshi namoyishlar chog'ida politsiya bilan to'qnash kelishdi. Kolumbiyaliklar prezidentlik saylovlarining birinchi bosqichida ovoz berishdi. Peruliklar esa ikkinchi bosqichga tayyorgarlik ko'rdi. Meksika futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishga tayyor. Nima uchun AQSh Kolumbiya saylovlariga shunchalik sarmoya kiritilmoqda? Al Jazeera muxbiri Xala Al-Shami nima uchun amerikalik amaldorlar De La Espriella muvaffaqiyatiga sarmoya kiritayotganini tushuntirib beradi va bizni xavf-xatarlardan o'tkazadi. Tramp Viskonsin shtatidagi tariflar va yuqori narxlardan qattiq zarar ko'rgan fermerlarga murojaat qilmoqda. Tramp palata ustidan nazoratni qo'lga kiritish umidida demokratlar tomonidan nishonga olingan Respublikachilar partiyasi vakili Derrik Van Ordenni qo'llab-quvvatlashga intilayotgan edi. Van Orden Tramp bilan chambarchas bog'langan va uzoq vaqtdan beri prezidentni qishloq amerikaliklar uchun eng yaxshi rahbar sifatida qo'llab-quvvatlagan. Demokratlar nomzodi Rebekka Kuk kuchli mablag' yig'ishini isbotladi va so'nggi so'rovlarda Van Ordenni boshqardi. Demokratlar oraliq saylovlarda hozirda respublikachilar tomonidan nazorat qilinadigan AQSh vakillar palatasini nazorat qilish favoritlari hisoblanadi. Men bu joyni yaxshi ko'raman, dedi Tramp, Viskonsin shtatiga ishora qilib, va umid qilamanki, siz respublika Ukraina va Rossiya har biri 185 harbiy asirni almashadi. Ukraina qaytarilgan guruh orasida askarlar, zobitlar va tinch aholi vakillari borligini, ularning ko'pchiligi 2022-yilda urushning dastlabki oylaridan beri asirlikda bo'lganini aytdi.